agar penkaga enzim pudrani aralashtirib, yaxshilab aralashtirib yuzimizga surtsak nimalar bo'ladi? Enzim pudra yuzni tozalaydi, penka ham yuzni tozalaydi. Lekin ikkita tozalaydigan mahsulotni bir-biriga aralashtirsa, yuzimiz ultra toza bo'ladi. Ya'ni yuzimizdagi ortiqcha yog'lanishlar balansga keladi. Burnimizni va peshonamizdagi qora tochkalar asta-sekin ketishni boshlaydi. Husnbuzarlardan asar ham qolmaydi. Lekin buni har kuni ishlatish tavsiya qilinmaydi. Sababi enzim pudrani har kuni ishlatish yuzni ortiqcha qurishiga olib keladi. Lekin agar haftada 2 marta ishlatadigan bo'lsangiz, natijasi juda ham bomba bo'ladi. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham ko'proq ma'lumotlarni sizlarga har kuni berib boraman. Like bosishni unutmang.